Dastur davom etadi azizlar. Erta tongdan bayram kuni ana shunday bir muborak kunda bizga hamroh bo'lganlar. Bugun faqat yaxshiliklar siz bilan bo'lsin. Yaxshi xabarlar kelsin. Yaxshi insonlar xonadoningizda mehmon bo'lsin. Tani joningiz sog' salomat bo'lsin. Bugun ko'pchilik bayram oldinda 2 kun dam olish onlari. Xo'sh, qayerlarga borsak, qay manzillarda dam olsak, qayerlarni ziyorat etsak degan bir o'y fikrlar bo'lishi ham tabiiy. Albatta, chunki kundalik rejaga kiritib qo'yilgan va men bir necha kundan beri kuzatyapman. Aynan Samarqand, Navoiy, Buxoro trassasida nafaqat yurtimiz raqamlari, avto raqamlari, balki vodiydan kelgan aziz mehmonlar, vohadan, turli burchaklardan, respublikamizning turli mintaqalaridan, qo'shni respublikalardan ham kelayotgan qardosh respublikalardan kelayotgan avto raqamlarni ko'rib xursand bo'lyapman. Bu bejizga emas, chunki aynan Karmanadan boshlanadigan Yetipirlar ziyoratgohini albatta bir turizm yo'li bizni manzilimizni kesishib o'tadi. Bu bekorga emas. Aynan Ipak yo'li bir chorrahasi deyishadi. Albatta biz mana shu chorrahani qoq markazidamiz va bugungi mavzuimiz ham ayni shu kunlarda hayit arafasida va umuman olganda mana shunday dam olish fursatlarida oilasi, farzandlari, yaqinlarini olib ichki turizmni rivojlantirishga hissa qo'shaman. Men ham vatanimning ravnaqiga o'z ulushimni qo'shaman degan yaxshi insonlar uchun ataladi. Mavzuimiz demak aynan turizm salohiyati. Va bizning mehmonimiz tarixchi Ramazon Egamov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Kayfiyatlar qanday? Rahmat, kayfiyat a'lo. Avvalambor butun aziz navoiyliklarni, aziz do'stlarimizni muqaddas hayit bayrami bilan tabriklayman. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat. Endi mana shu turizm haqida suhbat bo'lyapti. Bu nihoyatda bayram arafasida bo'lganligi uchun ham ayniqsa ziyorat turizmi haqida ko'proq fikrlashsak, bunga bizni Navoiy viloyatimizda imkoniyat darajasi qanday degan bir savol bo'ladi-da. Bilasizmi, men hozir o'zim mana shu haqda o'ylaganimda to'g'risini aytsam nihoyatda xursand bo'lyapman. Tariximizdan, o'tmishimizdan, ajdodlarimizni mana shu sohaga qo'shgan ulkan hissalaridan. Masalan, Ahmad Yassaviyning ulug' avliyo Ahmad Yassaviyning ulug' shajarasi bor. Shu shajarasini 13-silsilasi maqomiga ega bo'lgan buyuk avliyolardan bittasi bizni Navoiylik Qosim Shayx ota bo'ladilar-da. Endi Qosim Shayx ota 16-asrda yashab, bilasizmi, nafaqat mana shu To'ron zaminga, shu To'ron zamindagi xonliklar o'rtasidagi rivojlanishga, goh sodir bo'ladigan kelishmovchiliklarga chek qo'yib, juda katta bir insoniyatga xizmat qilgan ulug' avliyo sanaladi. Bugun mana shu hayit arafalarida men hozir Karmanadan o'tib kelyapman. Shu Qosim Shayx otani ziyoratida, Qosim Shayx otaga bag'ishlangan xonaqoh atrofida minglab ziyoratchilarni ko'rdim. Mana bu demak o'tmish bilan, tarix bilan, demak shariat bilan, insoniyat ma'naviyati bilan shu bugungi kundagi yana bir taraqqiyot, ayniqsa mustaqillik yillarida mana shunga keng yo'l ochilganligini ko'rib rosa quvondim. Yana bitta so'zini shu yerda davom ettirsam ruxsat berasiz? Marhamat. Yana bitta buyuk shu islom olamining ustunlaridan bittasi bu Bahovuddin Naqshband bo'ladilar. Mana shu Bahovuddin Naqshbandning ustozlaridan biri ham yana Navoiylikda. Bu kishi Mavlono Orif Digaroniy bo'ladilar. Endi hozir menga mana tarmoqlardan kuzatyapman. Bugun Mavlono Orif Digaroniyni ziyoratiga bilasizmi, minglab Navoiyliklar tashrif buyurdi va mana bu ham bugun bayramni haqiqiy bir kayfiyati, bayramning qiyofasi. Boya aytib o'tdik biz Ramazon aka, nafaqat Navoiyliklar mana bir necha kundan beri ko'ryapmizki, mana ayniqsa kecha bugun Navoiy yo'llarida turli avto raqamlarni ko'ryapmiz. O'sha qardosh respublikalar, mintaqamizning turli hududlaridan kelgan insonlar. Bu albatta bizni nafaqat turizm jozibadorligimizni oshiradi, balki xalqimizning o'ziga xos bag'ri kengligidan ham dalolat. Lekin guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deganlardek ba'zida mana shu ayniqsa ichki turizmda, tashqi turizmda emas, balki ichki turizmda bizni xalqimiz insonlarni, ba'zi birovlarni mana shu ziyoratgohlarni oldida ortiqcha damdabaga, hashamga berilayotganligini yoki misol uchun o'sha
deylik toshlarni, lavhalarni yoniga ismlarini qo'yib ketishi, deylik o'sha aynan mana shu yerlarda qanaqadir video tasvirlarga olinganda ham bir namunali ibratli tasvirlar emas, qanaqadir bir-birlariga bir hazilomuz tarzda yomon yopishmaydigan hazilomuz tarzdagi video lavhalarni olayotganini ham ko'rishimiz mumkin va bu yerdagi obodonlashtirish, tozalik ishlarini ham alohida aytib o'tishimiz kerak edi, chunki istaymizmi yo'qmi, taraqqiyot yuksalgan sari biz madaniylashishimiz kerak, ijtimoiylashishimiz kerak va albatta fikrda ham yuksalishimiz kerak va bu boya Feruza to'g'ri aytdilar. Nafaqat bu hozir biz foydalanamiz, balki kelajakda avlodlarga, farzandlarimizga, o'g'il qizlarimizga ham qoladi-da aynan meros. Siz shu sohani vakili va bevosita mana shu kichik bir loyihalarning rahbari, koordinator sifatida muhim bir tavsiyalaringizni berib o'tsangiz, bu bizni teletomoshabinlar uchun ayniqsa zarur. Aytsangiz, siz aytsangiz yarashadi. Biz aytsak ba'zida Feruza akalarimiz aytsak, biz aql o'rgatganga o'xshab qolamiz. Siz aytsangiz, bu mutaxassisdan eshitsak, ayni muddao diqqat, tinglang. Bu juda og'riqli mavzu. Bilasizmi, biz Navoiy viloyatini emas, umuman respublikamizni, qo'shni respublikalarda ham shu UNESCOning ekspert sifatida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldik-da. Bilasizmi, juda og'riqli holatlarni kuzatishga to'g'ri keldi. Haqiqatan ham bayram kayfiyatidan, turizm kayfiyatidan, demak bu sohani rivojlantirish uchun bu ham bir e'tibor qilinadigan jihatida. Avvalo turizmni rivojlantirish uchun shunga munosib bir ziyoratgohlarni bo'lmog'i va mana shu ziyoratgohlarga demak munosib yondashuv kerakda. Albatta, albatta. Mana shu yerda albatta ta'limda birinchidan, keyin shu madaniyatda bir kemtiklar borga o'xshaydi. Bilasizmi, mana shu endi buni bizdagi mana bu holatlarni, negativ holatlarni ko'rib, kuzatib, boshqa xalqlardagi munosabatni bilan taqqoslaydigan bo'lsak, yarq etib birdan bizdagi kamchiliklarimiz ko'zga tashlanib qoladi. Xatolarimiz. Mana shu sohalarni rivojlantirishga mas'ul vazifalarda o'tirgan do'stlar bugun yo'qmi? Borda. Ta'limda ham, madaniyatda ham. Albatta mana shu mas'ullar bizdan ko'ra ko'proq qayg'urishi, bizdan ko'ra ko'proq targ'ibot ishlarini olib borishi, bizdan ko'ra mana televideniyadan ko'ra kerak bo'lsa, mana shu ikkita sohani rahbariyatlari nihoyatda tinib bilmasdan kerak bo'lsa 25 soat sutkasiga shu madaniy merosimizni asrash uchun, madaniyatimizni rivojlantirish uchun mehnat qilyaptilar va yana kuchliroq mehnat qilish kerakda. Bo'lmasa endi sizga misollar aytay. Gapimiz quruq bo'lib qolmasin. Bugungi kunda mana shunday nihoyatda betakror madaniyat yodgorliklarimizdan bittasi Nurotaning Chashma atrofidagi Nur qal'asi. Endi qarang, bir go'zal yodgorlik. Bu bizni xalqimizni katta bir haligi madaniyatidan darak beradigan yodgorlik. Tog'ning tepasida, Chashmaning tepasida bir go'zal qal'aning bunyod bo'lganligi. Go'zal qal'aning bunyod etilishi. Bu qal'aning bunyod etilishining maqsadi-yu, uni demak bunyodkorlik san'ati haqida ko'plab gapirsa bo'ladi. Bugun qanday yondashilyapti shu yodgorligimizga? Ko'plar endi bu Iskandar Zulqarnayga ham bog'laydi. Ko'plar demak mana shu Nurotaliklarni, O'zbekistonliklarni, Navoiyliklarni shaharsozlikdagi katta yutug'i deydi. Bu juda noyob, murakkab va betakror inshoot. Endi yondashuvni qarang. Kelayotgan sayyohlarimizni aylantirish uchun qal'aning ustiga otlarni olib chiqibdi. Undan tashqari keladigan asosan to'g'ri aytasiz, mahalliy sayyohlar, chet elliklar bu ishni qilmaydi. Shu qal'ani devorlarining ustida butun yoqdan bu yoqqa chopishib yuribdi. Bu qal'ani yemirilishiga, yo'qolib ketishiga olib keladi-da. Haqiqat. Uni asrash emas-da bu. Undan tashqari yana o'sha yerga suv ichish uchun baklashkalar bilan suv olib chiqib, o'sha yerda yeguliklarni yeb, atroflarga turli xil norasmiy diniy marosimlarni uyushtirib, umuman urfda bo'lmagan, bizni e'tiqodimizga, g'oyalarimizga yod bo'lgan narsalarni uyushtirib, u yerda ba'zi bir insonlarni ko'rdimki, haligi nimadir savob talabida kelish kerak, o'sha yerga hadya qilish kerak. Men juda ham bir noxush holatlarni ham ko'rdik-da. To'g'ri aytdingiz, Ramazon aka. O'zini bilgan, o'zini hurmatini bilgan insonlar u ishni qilmaydi. Hatto bizda ham bor. O'sha yerda haligi norasmiy tadbirlar o'tkazayotganda bir tarix domlasi aytdiki,
o'zingni bilib olinglar, hurmatlaringni bilinglar. Bu muqaddas joy. Ayniqsa mana buni tagida qancha ota-bobolarimiz hoki yotibdi. Boya aytganingizdek yugurmanglar. Bu yerga kelganda odam sokin bo'lish kerak. Bu yerga odam kelganda faqat duo, tilovat qilinish kerak deb bejiz emas. Menimcha nazarimda o'sha ta'limda ham qaysidir darsliklarga bir lavhalar kiritilish kerakmi? O'sha turizm madaniyati degan. Chunki istaymizmi yo'qmi? Albatta men mana xorijga safarga chiqsam bir narsani o'zimga muhim dastak qilib olaman. O'sha yerda qonun qoidasiga bo'ysunishga majbur bo'lasiz-da. O'sha deylik chiqindi chiqdimi, albatta maxsus joylarga tashlanadi. Va albatta buni jarimasi juda katta. Va hozir aytib o'tganimizdek, balki o'sha qal'ani asl holatida saqlash uchun endi u yerga turistlarni qo'ymaylik deya olmaymiz, lekin ma'lum bir qoidalar asosida, deylik misol uchun ko'proq endi bizda jarima deyilsa, hamma o'zini tutib oladi. Mana hozir ko'pchilik yomon ko'rish mumkin, lekin jarima deyilsa, mana shu yerga ahli chiqindi tashlamang, jarimasi, ana kamera kuzatib turib desa, hamma o'zini tiyib oladi. Va shunaqa eksperiment o'tkazilganki, kamera kuzatuvda asitsa, kamera bo'lmasa ham odamlar o'zini holatida tartibi bilan ishni amalga oshiradi. Shunday. Nima deb o'ylaysiz, Ramazon aka? Eng avvalo sayyohlarga, ziyoratchilarga, tomoshabinlarga bugungi zamon demak talablariga mos bo'ladigan shart-sharoitlar yaratilishi ham kerak-da endi. O'sha mas'ullar tomonidan. Bular nima bo'ladi? Masalan, oddiygina aytaylik, bu ko'pchiligingizga ham noto'g'ri gap emas. Aytaylik, Sarmissoyda bir 2-3 kilometrlik masofada tomosha qiladigan joyimiz bor. Endi nihoyatda betakror, uni haqida ko'p gapirib o'tirish shart emas. Keyingi paytda mana shu joyni bizni ko'proq sayyohlarimiz zamonaviy til bilan mayovka qilish uchungina deb tushunishib, shu maqsadda o'sha yerga borib dam olib kelishga, yeb icharga demak borib kelyapti. Endi aslida buni prezidentimizning qarori bilan davlat muzey qo'riqxonasi, madaniyat muassasasi tashkil etilgan. Endi dunyoning bironta muzeyida yeb ichar amalga oshiriladimi? Unday emas-da. Bu har bitta yodgorlik nodir. Dunyoda mana shu yana bitta narsani aniqlik kirsam bo'ladi. 10 mingdan ortiq 7-8 ming yillik yodgorlik to'plangan, to'plamiga ega bo'lgan muzey, Sarmissoydaqa muzey dunyoda kam. Dunyoni durdonasi deyishadi. Durdonasi, uni miqdorini aytayapman. Endi durdonalik darajasidagi, uni sifati, uni madaniyatlilik darajasini endi bahosi yo'q. Endi mana shu yerda bizni sayyohlarimiz ekskursiyaga borish kerak, ilm o'rganishga borish kerak, madaniyat tadqiqotlarga borish kerak. Mana shunga borish kerak. Yeb icharga emas. Yeb ichardan oqibatda nima hosil bo'ladi, bilasizmi? Shu endi albatta Sarmissoy juda xushmanzara hudud. Hamma joy bular ketgandan keyin kun kech bo'lgan paytda qarasangiz, har kuni kerak bo'lsa bir mashina axlat to'plash chiqaryapti. Endi ikkinchi masalasi ham bor. Tabiat buzilyapti. Tabiatda u yerda haligi o'simliklarni payhon qilishi, nodir qoyatosh suratlariga bir o'zini lavhalar yozib ketishi. Hozir bojxonalardan bironta bir 50-60 yillik bir tangani olib o'tadigan bo'lsa, bojxonada ushlab qolib, madaniyatimiz chetga chiqib ketishini oldin olinadi-da. Masalan, 50-60 yillik tangani. Bu yerda 7-8 ming yillik tarix yo'q. Tangadan ham qadrli narsalar borda. Bu haqida ham bir fikrlasak bo'ladi. Endi ikkinchisi, tomoshabinlarga sharoit yaratib berish kerak degan bir fikr bo'lganda qarang. Shu yerga mayli endi shu dam olishga, tabiatdan zavq olishga bordi ham deylik. Lekin ertadan kechgacha ular o'sha yerda bo'ladi-da ko'pchilik. Shu 2-3 kilometr masofada bitta hech bo'lmasa biotualet yo'q. Endi masalan yosh bola yoki bo'lmasa bironta ayol kishi kuni bo'yi hojatga chiqadigan bo'lsa nima qilish kerak edi u? Yana o'sha haligi masalalar to'planib sharoitlar yaratib berish ustida ko'proq ishlashimiz kerak. Borgan odam o'sha yerdan maza qilib qaytish kerak emasmi? Albatta. Shunga o'xshagan narsa. Bu yaxshi narsa bo'ldi. Hozir siz aytayotgan narsa yaxshi taklif bo'ldi. Hatto shaharning markazida ham ba'zi joylarda unaqa narsalar yo'q. Deylik, misol uchun mana aytadigan bo'lsak, Farhod monumenti.
Bu noyob arxitektura yodgorligi hisoblanadi va bir vaqtning o'zida hozir UNESCOning zamonaviy yodgorliklar tipiga kiritilgan. Bu muhtasham o'sha uchta ko'zani boshda tutib turgan o'sha Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshonning uchta timsoli, bu juda ham noyob memorial, ya'ni tarixiy yodgorlik yechimi hisoblanadi va nazarimda aynan mana shu yerlarni ham albatta inobatga olish kerak bizni turistlarga, sayyohlarga, ya'ni manzilli sayyohlar. Shahrimizni durdonalarni. Albatta. Endi istaymizmi yo'qmi, men Ramazon akaga bir narsani aytmoqchiman. Juda ko'p yoshlar bilan ishlaysiz, shogirdlar bilan ishlaysiz va har doim sizda pozitiv, yuqadigan energiya bor. Buni sababi nima? Hech qachon qarimaysiz. Biz chetlashamiz va yosharib yurasiz. Endi men bilasizmi, shu mavzuda nihoyatda zamonamizning buyuk olimlari bilan ustoz shogird bo'lishlik nasib qilgan. Endi bu faqat O'zbekistonda emas. O'sha juda ko'p mamlakatlardagi dunyo taniydigan olimlarni borib qo'llarida o'qiganman, ularni yonida ma'ruzalarda bo'lganman, darslarda o'tirganman-da va ulardan shu o'rganganim mana shu bo'lsa kerak. Nimaga desangiz, bu olim bo'lishlik oson emas-da. Olim bo'lishlik avvalo o'zi namuna bo'lish kerak, o'zini asrash kerak, hamma tomonlama. Shulardan yuqqanmi deyman-da. Va tasviriy san'atga ham sizni mehringiz o'zgachada, unda bir go'zalliklarni aks etasiz. Men doim sizdagi o'sha xush kayfiyat va qarimaslik sirini san'atga bo'lgan muhabbatning bir hissasi ham bormi deb o'ylayman. Topdingiz bu yerda yangilik qo'shishim kerak emas. Endi bitta turizmga tegishli bo'lgan yana bitta narsa, bir fikr bor, shuni aytsam devdim. Marhamat. Bilasizmi, bugungi kunda butun dunyoda turizmni rivojlantirish orqali madaniyatni o'stirish, dunyoga tanilish, o'zini yurtidagi madaniy boyliklar orqali bir go'zal yo'li bor. Bular mana shu turli tadbirlarni, festivallarni o'tkazish yo'li. Mana bizda o'tgan hafta Namangonda gullar festivali o'tkazildi. Keyin kuni kecha Buxoroda ziravorlar va ipak festivali o'tkazildi. Bular shunaqangi yaxshi darajada o'tkazildiki, bilasizmi, bu xalqaro festivallarga aylanib ketgan. Butun dunyo kelib mana shu Buxoroni va Namangonni kezib yuribdi. Bu narsa juda katta narsa deyman. Endi mana bizda Navoiy viloyatimizda mana shu men boya aytib o'tganimdek, bugun bayram bo'lgani bilan Qosimshayx otada bu UNESCOga obyektiga kirgan bir yodgorlik yoki bo'lmasa o'sha Mirsaid Bahrom yodgorligi UNESCOga kirib bugun haligi xalqimizga xizmat qilyapti. Karvonsaroy va Sardobasi va Degaroniy. Mana shular atrofida biz yangi festivallar o'ylab topishimiz kerak. Boya bir taklif haqida so'radingiz-da. Nimaga endi 5 ta yodgorligimiz UNESCOning bitta qarori bilan mana shu 23-yilda 2023-yilda bitta xalqaro madaniyat yodgorligi ro'yxatiga kiradi-yu, biz uni bir targ'ib etuvchi hech narsa bo'pti-da kiritdi deganda qarab turishimiz kerak. Biz mayli mas'ullarga ham murojaat qilmasdan xalqimizni o'zini tashabbus bilan, ana mahallalar bilan chiqib olib, bizni mana shunday durdonamiz, bobolarimiz yaratgan, bunyod etgan yodgorliklarimiz bugun xalqaro yodgorliklar ro'yxatiga kirdi. Keling, mana shular atrofida festivallar qilaylik desak, to'g'ri bo'ladi-da. Balkim buni ayni bugun keling bir tomoshabinlar uchun, xalqimiz, viloyatdoshlarimiz uchun Navoiyning o'ziga xos bo'lgan biror bir festivalini o'ylash, uni taklifini balkim SMS orqali bizga bir yuborish, buni bir ommalashtirishni ham bir o'ylab ko'rarmiz. Endi o'ylab ko'rsa ham bo'ladi, lekin baribir biz ozgina o'ylaganmiz, shularda ba'zi bir fikrlar bor. Mana muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan 2025-yil mana shu mazkur yil Navoiy viloyatida Navoiy yili va mana shu dastur tayyorlandida, shu atrofda Navoiy yili faqat Navoiy viloyatida emas, bugun butun hamma viloyatlarimizda Navoiy yiliga bog'liq voqealar bo'lish kerak dedi-da. Endi bu aytganimizdek Namangonda gullar bayrami bo'lsa, o'simlik gul, go'zallik yoki bo'lmasa ziravorlar va ipak festivali bo'ladigan bo'lsa Buxoroda, Marg'ilonda Atlas festivali. Atlas. Nimaga endi biz ilmga bag'ishlangan Navoiyxonlik festivali yoki kitobxonlik festivali yoki kitob festivali degan
bir katta bir festivalni an'anaviy qilib, har yili, har 2 yilda bir marta o'tkazadigan qilib, kitob bu ilm-ku. Shunday. Mana shu haligi xalqimizda kitobga bag'ishlangan juda hikmatli so'zlar ko'p. Mana shu atrofida bilasizmi, kitoblarni targ'ibot qilish, ilmni targ'ibot qilish, ijodni targ'ibot qilish orqali biz Navoiyni o'zini bir festivalni yaratishimiz vaqti keldi ham, o'tib ham ketyapti. Yana bitta narsani aytay, bizda nurli navolar Nurotada yoki bo'lmasa baxshlar kuylaydi festivali Xatirchida o'tkazilar edi. Bugun nimagadir sasayib qolganga o'xshaydi-da mana shu masalalar. Endi bu festivallar nima uchun kerak degan bir haligi tomoshabinda savol bo'lishi mumkin. Bu festivallarga bu bir kunda o'tadi, 2 kunda o'tib ketar-da. Birinchidan ijodkorlarga hech qanaqa xarajat qilinmaydigan bir katta bir tadbir bu, to'y. Endi uning uchun bir qanchadir mablag' kerakda degan o'yni ham kerak bo'lsa, boshdan chiqarib tashlash kerak. Ijodkorlarga shu ijod uchun maydondan boshqa narsa kerak emas. Bilasizmi, mana shu festivallarga tayyorgarlik ko'rish jarayoni nihoyatda muhim. Bilasizmi, yangi asarlar dunyoga keladi. Shoirlar she'r yozadi, adiblar kitob yozadi. Yoki bo'lmasa asarlar dunyoga keladi. Hunarmandlar yangi, demak, hunarmandchilik namunalarini yaratadi. Milliy san'at yangilanadi. Hatto haligi tozaradi. Oshpazlarimiz yangi haligi taomlar ustida ishlaydi. Odamni shu jamiyatdagi o'rni yana rivojlanadi. Mana shu festivallarning ahamiyati nihoyatda katta va festivallar orqali turizmni rivojlanishiga katta imkoniyat paydo bo'ladi. Menimcha Navoiy viloyatini juda haligi festivallar o'tkazishda yoki turizmni rivojlantirishda imkoniyatlari Navoiy viloyati salohiyati yuksak demoqchi. Juda yuksak demoqchiman-da. Mana shularni hozir bugun maslahatlashish kerak bo'lsa, uyushish va jamiyatimizni rivojlantirish uchun viloyatni faollarning oldida vazifalarimiz ko'p. Ana, yaxshi narsalar bo'ldi, yaxshi g'oyalar bo'ldi va hozir Ramazon aka sizni fikringizni ozgina to'ldirgan holda aytib o'tmoqchimizki, viloyatimiz navqiron yosh viloyat. Asosan aholisi ham yoshlardan iborat. G'ayratli, shijoatli yoshlarimiz juda ko'p. Ularni safini o'stirib, boya aytganingizdek, ularni mana shunday ilg'or g'oyalarni qo'llab-quvvatlab, ularga ruh berishimiz kerak. Ularga imkon berishimiz kerak. Haqiqatdan. Yana bir bor tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bugun takliflar ham, o'rtaga tashlangan fikrlar ham siz tomoningizdan faqat ilm bo'ldi. E'tibor qildingizmi? Kitob bo'ldi. Haqiqatdan ilmni insonsiz aynan tarixning ichida yurasiz. Shu sabab ham tarix sahifalaridan o'tib ham qarimaydilar deb biz hazillashamiz. Hamisha ana shunday bir ilmingiz bilan elga manfaatingiz tegadigan, ortingizdan ko'plab shogirdlar ergashadigan bir martabada bo'ling deymiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Dastur esa o'z yo'nalishida davom etadi.